Assalomu alaykum. Saraton burji, qisqichbaqa burjini ko'ramiz. Rak, rus tilida rak bo'ladi. Saratonlarimizni nimalar kutilyapti? Mart oyi bayramilari bilan 8-mart, 21-mart Navro'z ayyomilar, ayollar, qizlar ayyomilar bilan tabriklayman. Mart oyi bahoriy kayfiyat tilayman sizlarga. Koliso fortuna, birinchi karta, taqdir charxpalagi. Hayotingizda ko'p narsa o'zgaradi. Shaxsiy hayotingiz, pul sistemasida, ishingizda agarda ko'p qiyinchiliklarda bo'lsangiz, shu qiyinchilik muammolaringizdan chiqib ketishga o'zgarishlar bo'ladi. Chiqib ketishga yaxshi sabablar, yaxshi omillar kelishi mumkin. Qani taqdir charxpalagi davomim. Ko'p muammolardan chiqib ketasiz. Ko'p bog'liqliklardan, ya'ni sizni tupikka qo'yuvchi, sizni ограничение, yo'lingizni to'suvchi omillardan, muammolardan chiqib ketasiz. Harakatda bo'lasiz, lekin bu yerda ko'proq aqlingizni ishga solishga va qat'iyatli bo'lishga ko'proq harakat qilinglar. Oy boshi, oy davomi qanaqa davom etadi sizlarga? Oy boshi. Четверка pentakli, pul kutishingiz mumkin, yoki oyligingizni ko'p kutib qolishingiz mumkin, yoki rostdan ham ko'p xarajatda, rasxodlarda bo'lishingiz mumkin. Peterka jezlov, kurashuvchi bo'ling, kurashing, harakat qiling. Bu oyda ko'p muammolaringizdan chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Taqdir charxpalagi boshida aytganimdek sizga yo'ldosh bo'ladi. Taqdir o'z energiyasi bilan sizni ko'p mushkullaringizni, ko'p muammolaringizni yengil qilishga harakat qiling, lekin siz bu yerda baribir o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Smert, transformatsiya. Ko'p qiyinchiliklardan chiqib ketishingizga judayam yaxshi oy. Четверка kubkov. O'zingizni bilasizmi, kayfiyatingizni tushirmang. Yaxshi emotsiyadagi, yaxshi energiyadagi insonlarga yaqinroq bo'ling, lekin baribir sizni oyni boshiga kayfiyatingizni ko'taruvchi insonlar yoningizda bo'ladi. Yangilanish, durak, smert va durak kartasi yonma-yon tushdi, bir-biriga yaqin tushdi. Yangilanish, yangilanish fasli haqiqatdan ham sizlarga ko'p hayotingizga o'zgarishlar olib kelishi mumkin, yoki shaxsiy hayotingizda ham, ishlaringizda ham. Xo'p, qani ko'ramiz, qanaqa energiyada bo'lasizlar Saraton burji vakillari. Sersinizamki, sizni qalbingiz yopiq bo'ladi. Bahor oyi balki juda ham go'zal oy, sevgiga boy oy bo'lishi mumkin, lekin siz qalbingizni hammaga ham ochib, hammaga ham yaqin bo'lmaslikka, nima deydi, o'zingizni odamlardan yiroqroq tutishga harakat qilasiz energiyangizda. Juda ham ko'p xursandchiliklar keladi, lekin baribir qalbingizni ochiq qiling, ko'p yaxshi rejalar tuzing. O'zingizni energiyangizni to'ldiruvchi insonlarga yaqin bo'ling. Juda ham yolg'izlikni ko'p xohlashingiz mumkin. Va ko'p orzu umidlarda bo'lasizlar energiyada. Karta maslahatini ko'ramiz. Karta maslahatida nimalarni ko'rsatadi? Kontrakt. Tak, sizga yaxshi takliflar bo'lishi mumkin. Siz imperatriца darajasiga o'sasiz, energiyangiz, ayollik energiyangiz o'sadi. O'zingizni energiyangizni ehtiyot qilishga harakat qiling. Keraksiz ishlarni bajarmang, keraksiz odamlarga yaqin bo'lmang. Maslahatim. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.